Statistikaga asoslanganda dunyodagi har qaysi cho'ng shaharlarda har yil o'tkaziladigan marafon yugurish musobaqasiga sonsizlagan kishilar qatnashar ekan. Umum musobaqasi 142 kilometr, 195 metr keladigan bu yugurish musobaqasiga jang e'lon qilguvchilarning nurg'unlari to'liq musobaqani tamomlamasdilla charchab ketganligi va besim tufayli voz kechib musobaqadan chekinib chiqar ekan. Shuningga o'xshash hayotda nurg'un ishlarni tamomlashni orzu qilib boshlaymiz. Lekin charchab ketganlik yoki har xil besim sabablik shu boshlagan ishlarimizni tamomlashdan voz kechamiz. Marafonni tamomlagan kishilar bilan voz kechgan kishilar o'rtasidagi halqiliq farq zodi nimadi? Charchash bilan charchamaslikmidi? Albatta, undaq emas. Chunki tamomlag'uchi va yoki voz kechguchi o'xshashlar charchaydi va besimga duch keladi. U aniq. Ular o'rtasidagi haqiqiy farq bo'lsa, charchash va besimni qayaga qo'yishda. Ya'ni voz kechguchi charchab ketdim, shunga voz kechaman degandan iborat charchig'anlik asosini o'ttirg'i qo'yib voz kechgan bo'lishi mumkin. Hamda tamomlag'uchi bo'lsa, charchash va besim tamomlashdagi muhim bir jarayon. Charchash va besimning o'zi mening tamomlashga yaqinlashayotganligimning mahsuli deb tunib, charchashni voz kechishning emas, balki tamomlashning asos qilganida. Hammamiz hayotda uzun vaqt tirishchanlik ko'rsatish orqali tamomlag'ili bo'ladigan ishlarni boshlaymiz. Masalan, til o'rganish yoki ma'lum iqtidor yetildirish degandek. Hamda to'g'ri tushunganda charchash va besim voz kechishning banosi bo'lmasdan, balki tamomlashning ochqichidir. Agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, yoqtirish knopkasini besishni unutib qolmang. Mening kanalimga texi agashmagan bo'lsangiz, agishib teximi ko'p nadir mazmunlardan huzurlanishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman.